Biz vagenimiz dostlar. Böyle muammo aynen şimdi sekreyi veradi yani gaz. Davleniya вообще güçlü. Az taxlaymiz. Şimdi oddiy reduktor tuttu. İtalyanskiga qo'yib boramiz. Manometrlar bilan kuzatib boramiz. Şimdi birdan qizadi yana. Birdan o'chadi. Shuning uchun uy qizmaydi. Gazning davleniyasi shunday. Sayrab yotdi. Tutamadi reduktor. Oddiy chaqirdi. Xudo kalsa qaytarib ko'pmiz. Davleniya ham hesab ishlatibdi. Уже bu hafta o'chiradi bu kotyolimiz. 80 da turibdi hozir. Qizmaydi-da bu turishunda. Постепенно ko'tarib turibdi ostan-ostan. Endi qizadi uy xudo xolasa. Uy qizmayotadi. Tez yonib o'chadi, 30 sekundda yonib o'chadi. Unda uy qizmaydi. Reduktorlarimiz yine italyanskiy manometrlari bilan. Manometr endi sal aldab turgan bo'lsa mumkin. Nosozlar lekin sal slabroq ekan kotyol. 80 da turibdi. Şimdi ish bizada santexnika ishlarimizni bemalol murojaat etaverasiz. Kotyollar bo'yicha tahlil beramiz.